Uzr, ishtahiylani ochaman, lekin retseptni ham beraman, bemalol tayyorlashingiz mumkin. Ishni tuxumli suvda qattiqqina xamir qorib, tindirishdan boshlaymiz. Qozonchaga o'simlik yog'i, guruch, suv, tuz solamiz. Guruchimizni dimlab 5-10 daqiqa chala qilib pishirib olamiz. Tingan xamirimizni xuddi mantiga yoygandek qilib yoyib, kesib olamiz. Qiyma, piyoz, tuz, murch, chala pishirilgan guruch, o'simlik yog'ini solib yaxshilab aralashtiramiz. Nachinkamiz tayyor. O'rash oson bo'lishi uchun qiymaga oldindan shakl berib oldim. Xamirga qiymani qo'yib o'rab olamiz. Tavoga o'simlik yog'i solib biroz qizigach, piyozni solib qovurishni boshlaymiz. Ketidan po'sti artib to'g'ralgan pomidor, tuz, murchni solamiz va yaxshilab qovurib olamiz. Xamirli massamizni bir qator qilib terib olamiz. Ikkinchi qavatini terishni boshlashdan oldin yaxshilab yog'lab olamiz. Eng ustki qismini ham yog'lab, bir piyola suv quyamiz. Miltillab qaynashni boshlagach, olovni pasaytirib 20 daqiqaga ustini yopib qo'yamiz. Shunaqa sochli bo'ladi, taom tayyor. Chiroyli qilib katta laganga taxlab, o'rtasiga qaylani quyamiz. Qayla chetiga aylantirib to'g'ralgan ko'katlardan qo'yib oling. Qozxona tayyorlangan xamir hasib doimo quruq bo'lgan qozondagisi sochni bo'lar. Endi yeb ko'rib baho beramiz. To'xtang. Bu taomni qatiq bilan yesanglar bormi? Menga eng yoqqani bolalikni eslatuvchi tabiiy Primilkini satilchali. Siz aynan shu qatiqdan ichib ko'rganmisiz? Taom rostmana tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, mehringiz isbot yurakchani bosib qo'yishni unutmang.